Bugun bilmayman Spark'li kunimi akalar, boshlang'ich $300 bilan ham Spark chiqdi akalar, avtomat teng bo'ly akalar. Faqat bu suxoy arendaga berilyapti. Suxoy arenda bilasizlar, o'zingizga qolmaydigan variant. Ya'ni zalog sifatida $300 berasiz, kunlik to'lovini to'lab yuraverasiz. Faqat o'zingizga qolmaydigan variant akalar. Bu 12 ta viloyat fuqarosiga beriladi. Faqat mashina Toshkent shaharda yursa bo'ldi akalar. Xullas, bitta obzor qilib beraman, xudo xolasa, keyin yog'ini gaplashaveramiz. Bunaqa mashinalar 3 ta bor. Bu avtomatdir, yana ikkita mexanikasi ham bor. Kunlik to'lovlarni faqat egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Farlar yaxshi holatda. Yili nechida aka buni? Yili nechida? 2016 avtomat ekan, xudo xolasa. Motor katta motor ekan, avtomat qo'yilgan ekan. Obshipkalar yaxshi holatda, chexollar yaxshi holatda, polkalar yaxshi holatda, o'zini qarovlari. Xo'p, avtomat akalar, ko'rib turgan bo'lsangiz, kondisionerlarigacha bor, xudo xolasa, gazlarigacha bor. Tepada video registratorlarigacha bor. Suxoy arendaga. Faqat kunlik to'lovini egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Mashina holati juda ham yaxshi. Xudo xolasa. Nima deysiz? Bitta mehnatimizga raqib bosib keting, jigarim. Shuncha mashina chiqaryapmiz. Xullas, $300 zalog, kunlik to'lovini egalariga telefon qilib kelishtirib olsangiz bo'ladi. Xullas, tegadigan nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar.